18 metrli molxonamizni chiroyli qilib sizlarga obzor qilib beraman. Qancha rasot ketganini bilish uchun albatta videoni oxirigacha kuzating. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum, hurmatli foydali obzor kanalining kuzatuvchilari. Men bugun sizlarga 18 metrli 18 ga 7 metrli joylashgan og'ilxonamizni chiroyli qilib qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman va qancha rasot ketganlarini yoritib beraman. Xo'p, hozir ichkaridan boshlaymiz. Bu yer mana ayvoni, molxonamizning ayvoni. Xo'p, 9 ga 7 joylashgan ekan. 9 ga 7 joylashgan. Bu yerda ajoyib oxirlari bilan. Oxirlarimizni qalinligi 25 ekan. Bu tarafi ham 25 ga qo'yilgan ekan. O'rtasi 60 ekan. Bu tomoni 1.20 yo'lakni, 1.20, 1.30 tashashgan ekan. Hop, endi ichkariga kelsak, ichkarida chala ishlari bor ekan. Bu tomonga oxir, u tomonga oxir qilishar ekan. Paka hozir qilinmagan holati. Hop, o'g'limizni molxonamizning razmeri ham xuddi ayvoniga o'xshagan 7 ga 9. Hop. Endi ketgan rasxotlari beton eslarida yo'q ekan, где-то 7 millionga bitgan ekan. Beton shag'ali, usta puli 7-8 million atrofida. 2 yil bo'pti ama. Endi ag'da devorlari ham bor ekan. Devoriga ham qo'yishgan ekan, o'shaning uchun shunaqa rasxot ketgan deyapti. Xo'p, endi g'ishimizga keladigan bo'lsak, g'ishimizni 400 so'mdan olib kelishgan ekan, 420 so'mdan ustalarimiz urib berishgan ekan. Shu joyga ayvoni bilan og'ilxonamizga birgalikda 15 mingta g'ish ketgan ekan. Xo'p, endi to'sinlariga keladigan bo'lsak, ayvoniga 24 ta, ichkarisiga molxonaga 24 ta. O'pchi hisobda 48 dona to'sin ketgan ekan. Starapilarga keladigan bo'lsak, 19 ta starapila ketgan ekan. Bu boshidan bu boshigacha 19 dona starapila ketgan ekan. Hop, shifrlarimiz razmeri 19, eslab qolaylik, 19 ga 7. Shu joyiga 85 dona shifr ketgan ekan. Ustalarimiz shifrni 47 ming so'mdan qoqib berishgan ekan. Shifrni kelib tushishi o'sha yozda kelib tushgan ekan, 50 ming so'mdan tushgan ekan. Hop, o'pchi hisobda to'rsinlari yo'q, oxirda to'rsinlari bor anaqa shivillerlarmi. Shular bilan birgalikda shu holatga kelguncha bu molxonamiz 43 million so'mga taqalibdi. Tom yopish, tomni suvog'i ham 4 million so'mga suv berishgan ekan. Tevasini yopishi, o'sha vassasini qoqib, to'sin ustiga vassasini qoqib, o'sha nimasini lombazi bilan o'sha 4 million so'mga tushgan ekan. Nima deb o'ylaysizlar aka-ukalar? Qimmatmi, arzonmi? 43 million so'mga 7 ga 18 joylashgan ayvoni bilan birgalikda molxonamiz. O'z fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Va bitta like bossalaring, xursand bo'lib qolamiz. Mana yana bir tarafdan ko'rsatib qo'yay. Mana shu holatga kelguncha 43 million so'm ketgan ekan.